16 dərs. Bu dərsdə dimoq yunmu, vın, yunlarni öyrənimiz. Aldı bilan biz aldı dimoq yunmu, vınni öyrənəylik. Rəsmdə bir paşının uçub ketayotgan ko'rinishi sızılğan bo'lib, paşini xanzucha vınzı deymiz. Vınzı deki vınni taksi talaffuz qilsak, bu aldı dimoq yunmu, ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga agishib o'qinglar. Amdi ning ustiga ton belgisini qo'yib o'qiylik. Win, 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 win. Shingmo g, k, x larga aldı dimoq yunmu, ni qo'shib o'qishni mashq qilib o'tamiz. Gun, 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 gun. Kun, 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 kun. Hun, 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 hun. Amdi aldı dimoq yunmu, bilan mustaqil o'qiladigan bo'g'im yunni o'rganaylik. Rasmda bulutning ko'rinishi sızılğan bo'lib, biz bulutni xanzucha bayun deymiz. Biz bayun deki yunni taksi talaffuz qilsak, bu aldı dimoq yunmu, yunning talaffuzi bo'ladi. Yunning oldiga shingmu, ni qo'shsak, bu bir butun o'qiladigan bo'g'im yun bo'ladi. Shundaqla mustaqil o'qiladigan bo'g'im yun deki yunning ustidagi ikki chekitni ilib etamiz. Biz amdi mustaqil o'qiladigan bo'g'im yunning ustiga ton belgisi qo'yib mashq qilaylik. Yun, 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 yun. Üçüncü parça rasmga bir qancha chambar sızılğan bo'lib, chambarni xanzucha yuan, chuan deymiz. Yuan, chuan deki yuanni taksi talaffuz qilsak, yuanning talaffuzi bo'ladi. Bu bir butun o'qiladigan bo'g'im bo'lib, yuning ustidagi ikki chekitni ilib etamiz. Qani, menga agishib o'qinglar. Yuan. Yuanning ustiga ton belgisini qo'yib o'qiylik. Yuan, 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 yuan. Jun, 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 jun. Çün, 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 çün. Şün, 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 şün. Şan, tağ. Xia shan, Tağdan tushmak. Shang shan, Taqqa chiqish. Tai deng, Stal chirig'i. Zuo fan, Tamaq etish. Xigua, Tavus. Dian hua, Telefon. Dian shi, Televizor. Eyu, Timsah.
指甲 tırnak, 骆驼 töge, 冷 to'nglamak,